mentalitetda bor, yaxshi kelin bo'lish kerak, yaxshi ona bo'lish kerak, shu fikr bilan katta qilishadi. Birinchi farzandimni yaxshi ona bo'lishim kerak deb judayam bizani sohamizda giperopeka deydi. Giperopekada katta qilganman. Keyingi farzandimni sal mustaqil qo'yib katta qilganman. Eng kichik qizim markaz ochib ishlab yurgan vaqtimda tug'ilgan. Doim yonimda olib yurardim, lekin ko'proq mustaqillik berganman. 3 ta farzandimni hozirgi rivojlanish holati 3 xil. Ko'proq mustaqillik berish kerak ekan degan xulosaga keldim hozir. Katta farzandimda men yaxshi ona bo'lishim kerak deganman, ko'tarib yurganman. 4 yoshgacha ham ko'tarib yurardim. Ovqatlarni yedirib qo'yardim. Ko'chaga chiqarmas edim, nimadir yiqilib tushmasin deb. Bu narsa xavotir bo'lgan va o'sha yoshimda men yaxshi ona obrazida bo'lganman. Lekin hozir mutaxassis sifatida qaraganimda biza bolalarga mustaqillik bermaganimizda bola o'zini o'zi rivojlantira olmasligini men endi tushunib yetyapman. Shu sohada ishlab, o'qib, malakam oshgandan keyin doim bolaga yangi narsalarni, yangi ideyalarni, o'sha narsani qilib ko'rishga, yangi hissiyotlarni olishga biza imkon berishimiz kerak ekan. Shundagina bolada g'oyalari ko'p, erkin bola o'sar ekan.